Litvin aka, qadasiz. Litvin oldiga ketyapti aka Moskvaga. Chegaradan hech qancha yurmadi. 7 tomondan beri 35 km yurdi shekilli. To'g'ri dedi chegara. Deb yursak ham nariroqqa yetardi. Çoğunun qoldi. Qop ketdik. Endi. Mayli. Anaqa o'tmaganimizga xafa bo'lyapti-ku xudoyim. Xafa bo'lma, undan ham yomon bo'lishi mumkin deb meni ko'rsatdi. O'tmaganimiz ham yaxshi bo'ldi lekin aka. O'tib turib bunaqa bo'lganda chata bo'ladi. Har zapchasiga bergan yo'q ekan. Maktab paytimda oyog'imni qimirlatib o'tirsam, bo'ldi shunda ekan, oyog'imni qimirlatib o'tir. Foydasi bor ekan mana. Nima sökkansiz mana? Hayotda kerak bo'lgan-ku. Orqada o'rganib qolgan ko'pchilik oyog'ini qimirlatib o'tiradi. Lekin Oshna qilib bezda keltirib ketyapsiz. Karburator chekildi. 25-o'tishi. Tosh ko'rib yondirishga o'xshaydi ekan. Nima? Tashni ursa yonadi. Qizib ketdi. Dardim aytsam tog'lar ham yig'lar men bilan. Baxt izladim adashibman yo'llar bilan. Deyatdim. Keldi. Yo'l belgim bormi deyapti. Yo'q desam, yo'l belgi qo'yadi. Nima deysiz? Odam bo'lsin. Aksiga starterimiz yana temin mashinada yomon ko'p muammo bo'ldi. Har 1 soatda yo'ldagilar o'tib turadi. Hozir unaqa bormi yo'l desam, gap yo'q. Yo'llarimiz bo'lsin abi. Giderken kenarıya koyarsın bunları, olur mu? Olur. Alırım ben sonra. Rahmet, teşekkür. Yok mu? Yetişkendik. Rasmanası yetişkendik. Eke, hop gittik.